Assalomu alaykum. Bugun biz atom yadrosining ichki dunyosi, uning tarkibi va fundamental xususiyatlari haqida batafsil to'xtalamiz. Bugun darsimizda atom yadrosining kashf qilinishi, uni tashkil etuvchi nukleonlarning hissalari, yadro o'lchamlari hamda yadroning barqarorligini ta'minlovchi massa nuqsoni va bog'lanish energiyasi tushunchalarini tahlil qilamiz. Hammasi 1911-yilda boshlangan. Ernest Rezerford o'zining alfa zarrachalari sochilish tajribasi orqali atomning markazida barcha massa to'plangan va musbat zaryadlangan juda ixcham yadro mavjudligini isbotlab berdi. Atom yadrosi ikki turdagi zarrachalardan, ya'ni protonlar va neytronlardan iborat. Ular umumiy holda nukleonlar deb ataladi. Yadrodagi umumiy nukleonlar soni massa soni A ga, protonlar soni esa tartib raqami Z ga tengdir. Proton bu musbat zaryadli zarracha, uning zaryadi elektronnikiga teng, ammo massasi elektronnikidan qariyb 1836 marta kattadir. Kvark darajasida u ikkita U va bitta D kvarkdan tashkil topgan. Neytron 1932-yilda James Chadwick tomonidan kashf etilgan bo'lib, u elektr jihatdan neytraldir. Uning massasi protonnikidan birozgina og'irroq bo'lib, u bitta U va ikkita D kvarkdan iborat. Yadro atomning o'ziga nisbatan 100 ming marta kichik bo'lsa-da, uning zichligi aql bovar qilmas darajada yuqori. Taxminan 10 darajasi 17 kilogramm taqsim metr kubni tashkil etadi. Yadroning radiusi esa massa soniga bog'liq holda R teng R0 ko'paygan. A darajasi 1/3 formula bilan aniqlanadi. Tabiatda bir xil elementning turli xil massali shakllari, ya'ni izotoplar mavjud. Masalan, vodorodning deyteriy va tritiy kabi izotoplari bor. Shuningdek, fizikada bir xil massali izobarlar va neytronlari teng bo'lgan izotonlar ham o'rganiladi. Nima uchun musbat protonlar bir-birini itarib, yadro parchalanib ketmaydi? Buning sababi yadro kuchlari. Ular tabiatdagi eng kuchli o'zaro ta'sir bo'lib, faqat juda kichik masofalarda ta'sir qiladi va zaryad tanlamaydi. Yadro fizikasining eng hayratlanarli tomoni shundaki, yadroning umumiy massasi uni tashkil etuvchi alohida proton va neytronlar massalari yig'indisidan har doim kam bo'ladi. Bu farq massa nuqsoni deb ataladi. Massa nuqsoni Eynshteynning mashhur Y teng delta M ko'paygan C kvadrat formulasi bo'yicha bog'lanish energiyasiga aylanadi. Bu energiya yadroni alohida qismlarga bo'linib ketishidan asraydigan qudratli kuchdir. Xulosa qilib aytganda, atom yadrosi koinotdagi eng ulkan energiya manbai va moddaning mustahkam poydevoridir. E'tiboringiz uchun rahmat.